Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Lagerlarning davomli kengayayotganligi ilgari surilmoqda. Xitoy hukumati Hong Kongdagi namoyishchilarni terrorlikqa bog'lab ayblashga boshladi. Hong Kong soqchilari namoyishchilarni qattiq bostirdi. Amerika hukumati yangi ko'chman siyosatini e'lon qildi. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Nyu-York vaqt kezdə Uyg'urlar haqida xabar e'lon qilib, Xitoy hukumatining qayta tarbiyalash markazlarini texnik kengaytirayotganligini ilgari surgan. Nyu-York vaqt kezdə muxbirlarning Sharq Turkistonda 7 kunlik ziyorat elib berib, Xitoy istibdod rahbari Xi Jinping tarafidan qurilgan lager torining izchil mashg'ulot elib berayotganligi va kengayayotganligini bayqaganligini ta'kidlagan. Yaqında atalmış Uyg'ur Abdum rayonining raisi Shuhrat Zokir bilan muavin rais Erkin Tuniyaz lagerdagi 90% tutqunning qo'yib berilib, jamiyatga qaytganligini e'lon qilgan. Lekin kuzatuvchilar va shohidlar ularning so'zlarining rost bo'lishini gumonliq deb qaramoqda. Xabarda Xitoy hukumati ochiq oshkor bo'lishga va'da qilgan bo'lsa-mu, cho'ng kichik lagerlarning yanada qattiq bexatarlik va maxfiyatlik ostida kontrol qiladiganligi, Xotan atrofida cho'ng tiplik 5 lager borligini, muxbirlar sun'iy imro tortilgan rasmlardan Xotandagi bir lagerning qarshi tarafiga yana bir yangi lager selinganligini, muxbirlarning bu lagerlar va uning atrofidagi zavodlarga, boshqa joylardagi diniy o'rinlarga yaqinlashishga uringan bo'lsa-mu, biroq soqchilarning g'alit sabablarni ko'rsatib to'sishga uchraganligini ta'kidlagan. Xabarda bayon qilinishicha, Xitoy hukumati muxbirlarning qayta tarbiyalash markazidan qo'yib berilgan 25 yoshlik Abduveli Kabir ismli bir Uyg'ur yoshning uyida uning bilan suhbatlashishga o'rinlashtirgan. Bu yoshning Xitoy hukumatining tashviqotidagi so'zlarni takrorlaganligi, turayotgan uyining o'zining ekanligini qayta ta'kidlashi muxbirlarda gumon qo'zg'aganligi. Shu suhbatdan bir qancha soat keyin bu yoshni uyingizda bo'lgan bo'lsa-mu, uni topolmaganligi, Abduveli Kabirning ayoli qizining bu uyda emasligini bildirgan. BBC agentligining 12 avgust xabarida Xitoyning Hong Kong Makao ishxonasi 12 avgust kuni bayonot e'lon qilib, namoyishchilarning harakatining atalmish eg'ir zo'ravonlik jinoyat shakllantirishga va terrorlikning bosh ko'tarishga boshlaganligini bildirgan. Bu Sharq Turkistondagi norozilik harakatlarini izchil atalmish terrorlikqa bog'lab bostirib kelayotgan Xitoy hukumatining Sharq Turkistonning sirtida yuz bergan bir norozilik harakatini tunji qatim terrorlikqa bog'lashidir. Ba'zi kuzatuvchilarning qarashicha, Xitoy hukumati Hong Kongdagi namoyishni terrorlikqa bog'lab, namoyishchilarni qurolliq bostirishning bahonasini izlamoqda ekan. Hong Kong Makao ishxonasining bayonotchisi yuqorqi so'zlarni 11 avgust kuni namoyishlar bilan soqchilar o'rtasida yuz bergan to'qinishga qarata aytgan bo'lib, yakshanba kundagi to'qinishda ba'zi soqchilarning kuyib yaralanganligi ilgari surilgan. Hong Kong parlamentidagi demokratlar guruhining rahbari Mao Mingjing Xitoy tarafining bayonotiga inkos bildirib, tungi to'qinishda fuqarolardagi atalmish oshqo'llikni soqchilarning zo'ravonlikka keltirib chiqarganligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, minglagan namoyishchi Hong Kong xalqaro aerodromiga to'planib, soqchilarning zo'ravonligiga norozilik bildirgan. Hong Kong hukumati shu kuni butun aeroplan qatnashini bekor qilib, yo'lovchilarning aerodromni darhol bo'shatishini talab qilgan. Hong Kong soqchilari yaqindan o'q chiqarib bir qizning o'ng ko'zini mangulik ko'rolmasga qo'yganlikdan tibbiy ilm sohasida xalq ommasi ichida qattiq norozilik qo'zg'ab, 12 avgust kuni ish tashlash harakati olib borgan. Ular xizmat formasini kiyib, o'ng ko'zini oq toki bilan tengib, Hong Kong soqchilarining xalqqa yurgizgan zo'ravonliklarini, Hong Kong hokimiyatini va shundaqla sahiya idoralarini ayblab, xalq o'tirib qo'ygan 5 chong talablarga inkos qaytarishni talab qilgan. Namoyish qiluvchilarning hukumatga qo'ygan 5 chong talabi bo'lsa, Qoshqon nizomini uzil-kesil qaytarib olish, 12-iyuldagi voqeaga bergan hukmni qaytarib olish, qaytarilish jarayonidagi isyonkorlarni surishti qilmaslik, mustaqil komitet qurib, soqchilarning huquq va zo'ravonlik hamda yuanlang zo'ravonlik voqeasini tekshirish, haqiqiy qo'sh umumiy saylamnomani umumiyuzlik amillashtirishdan iborat ekan. Hong Kong fuqarolaridan tarkib topgan al-aro muxbirlar 3-qatimliq yig'in ichib, hozirgi Hong Kong soqchilarining namoyishchilar safiga so'qilib kirib, qasddan ziddiyat chiqarish, qudratqullik qilish, shundaqla soqchilar bilan bevosita to'qinish paydo qilish, hatto har xil radikal harakatlarni qilganlikdan gumonlanganligini bildirgan. 11 universitet o'quvchilari birlikda bayonot e'lon qilib, soqchilarning qonunni ko'zga ilmay qalaymaqon bostirish, begunoh xalqni urish, muxbirlarni sababsiz qo'lga ilishdek inson qalbidan chiqqan, butunlay kontrollikni yo'qotgan qilmishlarga norozilik bildirish uchun muddatsiz dars tashlashni e'lon qilgan. To'rdoshlar o'z ixtiyorligi bilan mablag' to'plash harakati qo'zg'ab, 17 va 18 avgust kunlari Yer shari gazetida Hong Kong soqchilarining urush jinoyatini fosh qilib, avgust oyining oxirida dunyodagi har qaysi davlat hukumatlarining Hong Kong hukumat amaldorlarini, shtatlik mazhab va soqchilarni jazolash uchun mablag' to'plash harakati boshlanib, 1 soat ichida 1 million Amerika dollari yig'ilib bo'lgan. Trump hukumati 12 avgust kuni yangi ko'chman siyosatini e'lon qilib, qonunli ko'chmanlarning salohiyatini va shartini murakkablashtirib, buningdan keyingi yeshil karta hamda Amerika garajdorligini iltimos qilish rasmiyatlarining qiyinlik darajasini yuqori qiladiganligini, 15 dekabrdan boshlab yangi siyosatning amaliyotganligini bildirgan.
Amerika Ko'chmanlar idorasi muvaqqat idora boshlig'i Ken Kuchinali bu siyosatning Amerika ko'chmanligini talab qiluvchilarning cho'qim o'ziga tayinishi, ingliz saviyasining xizmat hojatidan bemalol chiqish kerakligi. Agar tuqqanlar ko'chman bo'lsa, Amerikadagi tuqqanlarning kirimi namratlik o'lchamidan yuqori bo'lishi. Shundaqla hozir Amerikada turishlik yeshil karta va garajdonlik talab qiluvchilarning burun Amerika jamiyat paravonligidan bahramon bo'lib ya'ni davolanish yordam puli, turalg'u yordam puli talab qilganlarning hammasi rad qilinadi ekan. Ko'chmanlar idorasi har qanday shaklda Amerika viz talab qiluvchilarni astoydillik bilan tekshirib, kelgusida paravonlik talab qilish ehtimolligi bog'lanib bayqisa, chegirdan kirish rad qilinadi ekan. Aqsaroyning e'lon qilgan bayonotida ko'plagan g'ayri fuqarolar hamda ularning urug' tuqqanlari Amerika jamoat paravonlik tuzimidan foydalanayotganligi, ularning aslida ojiz bo'lgan Amerika fuqarolarining haqqi ekanligini, bosh topshiruvchining yukining kun sari og'irlashtirilganligini, unda qilishning Amerika fuqarosining jon manfaatini qo'g'dash ekanligini bildirgan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.